Ko'cha atamasi O'zbekistonda qachon paydo bo'ldi? 1990-yillar O'zbekiston tarixida eng notinch lekin eng burilishli davrlardan biri edi. Aslida bu jarayonning ildizi biroz avval 1980-yillarning oxirida Mixail Gorbachov davrida boshlangan perestroyka va glasnost siyosatlariga borib taqaladi. Mustaqillik e'lon qilingach, mamlakat sobiq Sovet tuzumidan yangi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo'lga o'ta boshladi. Davlat boshqaruvi endigina qayta qurilayotgan, huquq-tartibot tizimi esa yangi sharoitda ishlashni o'rganayotgan bir paytda jamiyatda tabiiy ravishda bo'shliq yuzaga keldi. Ana shu bo'shliqni qisqa vaqt ichida ko'cha deb atalgan norasmiy kuch tuzilmalari egalladi. Ko'cha atamasi o'zbek tiliga Rossiya va Kavkaz jinoyat dunyosidan kirib kelgan. Sovet ittifoqi davridayoq Vorzakoni, ya'ni qonundagi o'g'ri tushunchasi sobiq respublikalarda o'zining ichki kodeksi va iyerarxiyasiga ega tizim bilan shakllangan edi. Mustaqillikdan so'ng bu model O'zbekistonda ham mahalliy sharoitga moslashgan holda qayta jonlandi. Odamlar orasida ko'cha tartibi, ko'cha odamlari kabi tushunchalar keng tarqaldi. Toshkentda o'sha yillarda bir necha mashhur guruhlar faoliyat yuritgan. Masalan, Yalang'och, Chilonzor, Bektemir, Yunusobod, Keles, Qoraqamish atrofidagi guruhlar o'z hududlarida iqtisodiy va tartib nazoratini qo'lga olishga harakat qilgan. Ba'zilar bozorlarda, ayrimlar esa restoranlar va valyuta ayirboshlash joylarida faol bo'lgan. 1990-yillarning o'rtalarida bu guruhlar orasida ichki raqobat kuchayib, ayrim mojarolar ochiq to'qnashuvlarga aylanib ketgan. Shu yillarda ayrim taniqli shaxslar, masalan, Yo'ldosh Ashurov yoki keyinchalik Baxtiyor Qudratullayev kabi nomlar O'zbekiston jinoyat olami kontekstida tilga olingan. Ularning faoliyati davlat nazoratining zaiflashgan davrda paydo bo'lgan kuchlar muvozanatining bir qismi edi. 1993-1998-yillar oralig'ida mamlakatda ko'cha ta'siri eng yuqori cho'qqiga chiqdi. Ko'pchilik hududlarda kim kuchli o'sha haq tamoyili ishlay boshladi. Ayrim joylarda ko'cha odamlari hatto jamoat tartibini saqlash, bozor nizolarini hal qilish yoki qarz undirish kabi ishlarni o'z zimmasiga olgan. Odamlar orasida ko'cha so'zi qo'rqinch bilan birga o'ziga xos tartib ramzi sifatida ham ishlatilgan. Shu sababli 1990-yillar O'zbekiston tarixida norasmiy kuch markazlari davri sifatida esda qoldi. Ammo 1999-yildan keyin vaziyat o'zgara boshladi. Davlat kuch tuzilmalari, ichki ishlar, prokuratura va maxsus xizmatlar jinoyat olami tuzilmalariga qarshi tizimli kurashni yo'lga qo'ydi. Bu jarayon bosqichma-bosqich, ammo qat'iy olib borildi. 2000-yillarga kelib ko'cha tizimi amalda yo'q qilindi. Ko'plab yetakchilar hibsga olindi. Ayrimlari mamlakatni tark etdi. Ba'zilari esa ta'sirini butunlay yo'qotdi. Bu o'zgarishlar jamiyat uchun katta burilish bo'ldi. Ko'cha endi kuch yoki obro' belgisi emas, balki o'tmishdagi xavfli davrni eslatuvchi so'z sifatida qoldi. Odamlar tartib, xavfsizlik va qonun ustuvorligini qadrlashni o'rgandi. Shu tariqa 1990-yillar O'zbekiston tarixida nafaqat iqtisodiy o'zgarishlar, balki ko'cha fenomenining paydo bo'lishi va tugashi bilan ham esda qoldi.